Bizning Onur kompaniyamizga yangi 6 talik, 7 talik filtrlar keldi. Hozir men sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Qisqacha birinchi navbatda Semisteldan boshlaymiz. Semistel ikkita rejimda ishlaydi, 304 marka bo'ladi. Birinchi krandan oddiy suv tushadi, ikkinchisidan mineral tushadi. Undan keyingisi o'zini shlankalar komplektda chiqadi, krepleniya, kran muftalari hammasi ichida chiqadi. Undan keyingisi bilotgan bo'lsanglar, bachoki bo'ladi. Bachoki 3.2 litr bo'ladi. Yaxshi tarafi suv o'chib qolgan paytda ham bachokida 3.2 litr suv zapaska bo'ladi. O'sha paytda ishlatib turasizlar. Korpus chassi ko'rayotgan bo'lsanglar, 100% sensordan iborat bo'ladi. Yaxshi tarafi 4 ta filtrli to'layotganini ko'rsatib turadi. Qachon almashtirishga sizlarga signal beradi. Tepa chastiga o'tdik. 4 xil filtri ko'zga ko'rinib almashtirish uchun oson qilib qo'yilgan. O'zini ключi bor. Shundoq bemalol razmerga qarab tushirib ключini bemalol almashtiraverasizlar, ochib. Birinchi chasti turadi, paxta turadi, UDF, undan keyin ko'mir, stol turadi. Undan keyingisi eng zo'r sifatli narsa mana shu osmos sistema bo'ladi. Bu nima uchun deyiladi? Bu osmos sistema kosmonavtlar oldin 1 tonna suv olib ketsa, misol uchun shu 1 tonna suvni amallab yetkazish kerak, to'g'rimi? Bu o'sha suvni abravatsiya qilib beradi. O'zini adxotini ichimlik suvgacha darajasiga yetkazib beradi. Endi yonidagi bokovoy qismga o'tamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'rinishi bokovoy qismi ichki sistemasi bu. Bu yerda ham filtr bo'ladi. Mana membrana turadi, bu yerda ham osmosni yaxshi tarafi, yana bitta filtr turadi bemalol. Undan keyingisi motor. Motordan keyingisi eng zo'r plus tarafi hamma so'raydigan o'zini predохранитель bor. Misol uchun suv bo'lmay qolsa, o'zini-o'zi bu o'chiradi, bloki bor. Kuymaydi shunda filtr. Agarda shu mahsulotimizni sizlarning do'koningizda bo'lishini xohlasanglar, Onur kompaniyasiga chiqsanglar bo'ladi.